Rivoyatlarda keladi, Fatima roziyallohu anha vafotlaridan keyin Hazrat Alining tushlariga kirgan ekan. Kirib hammasi yaxshi-yu, lekin shu qo'shnining ninasi bizga qolib ketgan ekan. Shuni javobiga qiynaldim degan ekanlar. Bitta ninaga, bitta ignaga. Ya'ni mana janozalarda turadi. Bu kishining moliyaviy qarzlari bo'lsa, xat hujjat bilan kelsa kim to'laydi desa, o'g'li, ukasi, amakisi men deydilar-ki, oriyat yuzasidan. Ko'pincha. Keyin haqdorlar kelsa, ayni hol sharoitim yo'q deydi. Bu yoqdagilar o'ylaydiki, bu odam ketdi, qarzni boshqalar to'laydigan bo'ldi, xolos bo'ldi deb o'ylaydi. Buni emas. Qarz tiriklik paytda bir-biriga o'tkazib yuborsa, o'tib ketadi. Meni qarzim bor. Siz bu kishini olasiz bundan keyin desam, ikkalamiz shu gap tasdiqladik, bu kishi bo'ldi, sizni oladigan bo'ldi. Unda men zimmamdan qarz xorij bo'ladi. Ammo vafot etgandan keyin unaqa gap o'tmaydi. Vafot etganda u bir tomon yo'qib qoldi. U odam o'zi taklif qilib, o'zi birov bilan kelishib turgan joyi yo'q. Biz unikini kim to'laydi deb va'da olyapmiz xolos. Endi shu joyda o'sha qarzni va'da qilgan odam, o'g'ildir, amakisidir, qolgan odam to'lamagunicha narigi odam javobgar